Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Boshqa qizlarning men kabi quruq, sarobga aylanib, bir umr pushaymon bo'lib yurmasliklari uchun hayotim haqida hikoya qilib berishga qaror qildim. Toki bu inson uchun bir marta beriladigan umri davomida xatolarga yo'l qo'ymasdan halol va yaxshi yashab o'tishi uchun turtki bo'ladi deb o'ylayman. Orzularim bir olam qiz edim. Universitetni tugatgach shaharda qolib ishga joylashdim. Chet tiliga bo'lgan qiziqishim ustunlik qilgani uchun ingliz tilini ancha yaxshi o'zlashtirib olgandim. O'sha paytlar til bilgan mutaxassislar kam bo'lgani uchun meni darhol ishga qabul qilishdi. Lekin chet elga ketayotganlarni ko'rsam, juda havasim kelardi. Ayniqsa u yerdagi hayot haqida to'lqinlanib gapirganlarni ko'rib, men ham albatta ketaman degan maqsadni oldimga qo'ydim. Oradan 2 yil o'tdi. Shunday kunlarning birida qishloqqa borsam, onam yoniga o'tkazib oldi. Uyning kenjasi deb, juda erkalatib, shu paytgacha ko'nglimga qarab keldik. 3 akang va 2 opang oilali bo'lib, o'zlari bilan o'zlari tinchib ketishdi. Endi kelayotgan sovchilardan birini tanla. Otang ham agar o'zi tanlamasa, o'zimiz istagan kishiga uzatamiz deb turibdi dedi. Oyi, men qishloqda yashashni istamayman. Hali o'zimga munosibini uchratganim ham yo'q. Qo'y, shu ham bahonami? Ha, shaharda yashab qoladiganlardan ham bittasi keluvdi. O'zing ko'rmading-ku. Bo'ldi, senga bir hafta muhlat, to'y qilamiz. Otang ham, men ham qaradik. Sening ham baxtingni ko'raylik deymiz, dedi onam ko'ziga yosh olib. O'zi buningizni o'qishni bitirgan paytida uzatib yuborishingiz kerak edi, dedi katta opam. Yana 1 yildan keyin qari qiz degan nomni oladi. Uf, opa-ey, nima balolarni gapirasiz-a? Shundan so'ng ularga chet elga ketish qarorimni aytmaslikka qaror qildim. U yerdan telefon qilib qo'yaman dedim o'zimcha. Hech kimga aytmay, hujjatlarimni ham to'g'rilab yurgan edim. Faqat ketishimdan 1 kun oldin shaharda yashaydigan akamga, oyim bilan dadamga o'zingiz tushuntirasiz. Ishdan yuborishibdi deysiz. Sizga pul jo'natib turaman. Menga shahar markazidan yaxshi uy olib qo'yasiz, deb tushuntirib aytdim. O'jarligimni bilgan akam o'zi olib chiqib kuzatib qo'ydi. O'shanda majburlab olib qolganida edi. Bugungidek xafa bo'lmas edim. Samolyotda xorijga qarab uchib ketdim. Ota-onamga xat yozib akamga qoldirdim. O'zga yurtga borib hamma o'zi bilan o'zi ovora ekanligini, bizdagi mehr-oqibat, bir-biriga hamdard bo'lishi haqidagi tushunchalar yo'qligini boshida ko'rib ajablandim. Keyin asta-sekin o'sha muhitga moslasha boshladim. Oliy ma'lumotli odam, u yerdagi mehmonxonada oddiy farrosh bo'lib ishlay boshladim. Akamga ishlab topgan pulimni yuborib turdim. Qaytib ketishni o'zimga ep ko'rmadim. 3 yil deganda O'zbekistonga qaytdim. Akamdan yuborgan pullarim haqida so'ragan edim. Men bilan tortishib ketdi. Men yuborgan pullarga olib qo'ygan shahar chekkasidagi 2 xonali uydan yana 5 tasini olsa bo'lardi. Shuncha pulni nima qildingiz? Hammaning kamchiligi uchun ishlatganingizda ham men uchun bittagina shahar markazidan uy olsangiz bo'lar edi-ku, dedim akamga. Akam esa yelka qisib qo'ya qoldi. Yuborgan pullarimni ular istaganicha ishlatishgan. Hech kim mening kelajagim uchun qayg'urmagani juda ham alam qildi. Yana xorijga qaytib ketdim. Ortimdan onam dod deb qoldi. Na akamdan, na mendan bo'larini bilmasdan onam sho'rlik. Ammo oradan 1 oy o'tmay, onamning mazasi yo'qligi haqidagi akamning internetdagi xabarni o'qib, men bilan yarashish uchun qilingan aldovi deb o'yladim. 2 kundan keyin onamning vafot etganligi haqidagi xabar meni butkul gangitib qo'ydi. Ketishga ilojim yo'q edi. Ancha paytgacha o'zimga kelolmay yurdim. Yonimdagilar dalda berib turishdi. Orada yana bir borib keldim. Onamsiz hovlimiz huvillab qolganday. Hech kim menga kel deb quchoq ochib ham kutib olmadi. Mehr bilan ovqat ham pishirmadi. Yaqinlarim esa pul qarz so'rashdan nariga o'tmadi. Chet elda nina mashaqqatlar bilan pul topib yurganligim haqida hech kimning ishi ham yo'q edi. Otam ancha keksayib, mung'ayib qolgandi. Yana ortimga qaytdim. Yoshim 30 dan oshgandi.
Men tengilarning farzandlari ancha katta bo'lib qolishgan edi. Men bo'lsam uzoqdagi sarobga ishonib aldanib yuraveribman. O'sha yerda bir yigit menga ko'ngil qo'yib yurgan edi. Unga turmushga chiqdim. Yaqinlarimga bu haqda qo'ng'iroq qilib aytib qo'ydim xolos. Oldiniga hayotim yaxshi ketayotgan edi. Homilador bo'lganimni eshitgan erim butunlay o'zgardi. Uni oldirib tashladi dedi. Axir bu ikkimizning farzandimiz-ku, dedim unga. Menga bola kerak emas. Agar tug'aman desang ajrashaman. O'zi shundoq ham yurtimdagi ikkitasini boqib yotibman, dedi xotirjam. Shundagina uning xotini, 2 nafar bolasi borligini bildim. Men u uchun, bir ko'ngilxushlik uchun kerakligimni angladim. Xullas ajrashdim. Otamning vafot etganligi haqida eshitdim. O'g'lim tug'ildi. Musofir yurtda o'zimdan o'tganini o'zimga ayon. 2 yildan keyin yana yurtimga qaytib keldim. Yaqinlarim erim haqida so'rashdi. Ularni aldab, ishi ko'p, firmada ishlaydi dedim. Amma sizga mazada, chet ellarni ko'rib yuribsiz. Hammadan zo'r yashayapsiz, dedi jiyanim havas qilib. O'z yurtimizdan o'zga joyga havas qilma. Bu yerdagi mehrni o'zga yurtda topolmaysan. Ammanga ota-onasi bilan oxirgi marta vidolashib qolish ham armon bo'lib qolgan. Vaqtingni o'z yurtingdan axtar dedim. Baxtsizligim uchun o'zim aybdorligimni ilk bora tan olgandim. O'shanda uyga kelayotgan sovchilarga yo'q demay, onamning shuncha qilgan nasihatlariga quloq tutganimda, o'z yurtimda bir ayol, ona, rafiqa sifatida hamma qatori yashab yurgan bo'larmidim. Endi esa arosatda qolgan odamdayman. Yana yurtimni tashlab ketayapman. Qachon qaytaman, uni ham bilmayman.